Mana ko'rib o'tiribman. Mana bu taraf ko'cha, bu taraf ham ko'cha. Mana shu yerimiz umumiy sotilyapti. 13 sotuv, yarmi ham sotilar ekan, yarmi srochniy narxda sotilar ekan. Ko'cha. Mana bu yerda katta zaxvat joyi bor ekan. Yarmini oladigan bo'lsangiz, srochniy narxida 550 to'g'ri 42 mingdan baraka qilsangiz bo'ladi. Bularning hujjatlarini tekshirdim, hammasi joyida, umumiysi kelishtirib beriladi. Toshkent shahar Olmazor Chuqursoyda joylashgan. Mana ko'rsatgan, qog'ozda ko'rsatgan joyim mana shu joy bo'ladi. Ko'cha mundoq kelib, bu yoqqa ketgan mana. Ishlab chiqarishga ham zo'r variant ekan. Mana shu joyimiz srochniy sotilayotgan ekan. Umumiy olsangiz ham kelishtirib beriladi. 13 sotuv, bu yoq tarafi mana 554 sotuv, lekin orqa tarafda zaxvatlarni ham qo'ysa 6,5 sotuv bo'lar ekan. Zaxvatini hisoblamadilar. Mashina o'ziga bersin deyapti. Odam yashab turgan uchastka mana. Mana mashinasini o'zini ham srochniy narxida sotib olsangiz bo'ladi. Kommunikatsiyalari, suv svet gaz kanalizatsiyadan muammo yo'q. Quruq yerlar narxini 50 mingdan so'rashyapti. Bu egalarimiz insof bilan narx qo'yibdilar. 42 mingdan baraka qilsangiz bo'ladi. Srochniy bo'lgani uchun gana o't beraman, mayli puli bor odam kelsin, savdolashaman deyapti.